Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Vallohu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Ravahu Tirmiziy. Modomiki banda o'zining birodariga yordam berishda davom etar ekan, Alloh ham u bandaga yordam berishda davom etadi dedilar. Ana, Alloh sizga doimiy yordam berib turishni xohlaysizmi? Alloh sizni mutlaqo tark etmasdan doimiy holda sizning hamkoringiz bo'lishini xohlaysizmi? Allohning himoyasida bo'lishni xohlaysizmi? Marhamat, bir himoyaga muhtoj insonni himoyangizga oling. Bir nafaqaga muhtoj insonni nafaqasini ado eting. Bir yordamingizga muhtoj bo'lib turgan oilani, yetimlarni yoki beva bechoralarni yordamingiz bilan ularning ko'ngliga xushnudlikni keltiring. Alloh taolo sizdan ajramaydi. Alloh taolo doimiy holatda sizga yordamini berib turadi. Bu dunyoni o'zida emas, oxiratda ham yordam beradi. Oxiratda ham Alloh taolo qo'llab-quvvatlaydi.